Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan hamda jiyanlarim bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Marhamat kirsanglar bo'ladi jiyanlarim. Mana bu bizda Ismoilxon, bu Abbosxon. Hammani skini sizlar uchun bir xil, chunki o'zingiz aytgan edingiz. Uxlaymizmi? Kelinglar, uxlaymiz. Keling siz ham. Tezroq. Xullas, Telegramda bo'lib o'tgan oprosda mana shu skinni ko'plar tanlashibdi. Endi mana biz kichik shaharcha qurmoqchimiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum o'quvchilar. Biz sizni yangi yil bilan tabriklaymiz. Ana, yangi yil bilan tabriklashdi bular. Sen gapirasizmi, Ismoilxon? Gapirmaskanlar, uyalyaptilar. Xo'p, mana bu yoqda zombilar yo'nyapti. Mana sizlarni qutqaramiz mana. Kelinglar, nima quramiz? Aytinglar. Uy, qanaqa katta bo'lsa, qanchalik darajada? Hamma o'ziga bittadan uy qursin. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Xo'p, mana men bu yoqda avval tiklashim kerak. Keyin esa mana shu yerda chiroyligina uy quraman. Qo'llashmacha o'ynaymiz keyin, xo'pmi? Xo'p. Albatta, Minecraft. Arg'imchoq qanaqa bo'ladi? Arg'imchoq mana, o, tepadan tushsangiz bo'ladi. Ana o'sha tog'orasi qanaqa? Tog'orasi vagonetkami? Ha. Shunda kirasiz inventarga. Mana bu bo'ladi. Xo'p. Qani endi uchamiz. Bemalol utsanglar bo'ladi, lekin Minecraftda elitra yo'q. Faqat tvorческий merde uchishinglar mumkin. Minecraftni albatta. Minecraftda bemalol uchsa bo'ladi. Elitrada ham, boshqasida ham. Mana, endi men uy quraman. Bu yoqqa hech kim yaqinlashmasin. Xo'p. Menga mana bundan qurganim yaxshi. Xo'p, keyin mana bundan olaman, bo'ldi. 10 uy quraman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy tepasiga uy qursam bo'laradi? Bo'laveradi. Videoni oxirigacha uyni ko'rsatishimiz kerak bo'ldi, do'stlar. Ukalarim. 3 ta bo'ldi. 4, 5, 6, 7. Xo'p. 8. Bo'ldi, mana shu yerlarni tekislab qo'yish kerak-da, bo'lmasa xunuk bo'lib qolar ekan. Qani? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Xo'p. Oxirida hamma bal beradi, aytib qo'ydimmi? Kim chiroyli uy quradi? Hamma. Ha, yo'q. Kim deb o'ylaysizlar? Ismoilxon kim deb o'ylaysiz? Siz. Menmi? Abbosxon sizchi? O'zim. Ana, o'ziga ishonch bo'lish kerak, qoyil. Xo'p. Chiroyligina, go'zalligina uy quramiz. Mana bu yoqqa e'tibor bermaysizlar. Bu yerga atom bomba tashadik biz Abbosxon bilan. Ya'ni bu yoqqa TNT qurdikda, TNTdan uy qurdikda portlatib yubordik. Xo'p. Bu 3-blok ketdi. O'tgan safar oxirgi o'yinim level devil bo'lgandi. Juda ham qiyin ekan rostdan ham o'yin. Keyin sizlar o'zingizlar ham xohlamabsizlar. Mana Telegramda apros qilgan edim kecha. U yoqqa ovozlarim kelmagan, hayron qoldim. Telegramga ham obuna bo'linglar do'stlar. U yoqda
har xil oproslar bo'ladi va shunga qarab biz ham ish qilamiz albatta. Sizlar qaysi o'yinni desanglar, men o'sha o'yinni o'ynayman. Xo'p. Men 5-blokni bitirdim. Kim nechta qildi? Qani sizlarga borib sizlarni bir yo'qlab kelaychi. Oho! Bu hozirgi uydi-ku. Aldoqchi. Yangi quryapman. Ustiga. Yaxshi, mayli. Bunday qilamizda. Hozirroq obuna bo'l. Obuna bo'l, senga aytyapman. Obuna bo'lmaysan? Like bosinglar do'stlar. 10 yoqda ikkinchi jiyanim ham uy quryapti. Bir borib kelaylik. Qaranglar, men Michael Jacksonman. Bunaqasiga yuryapman. Meniki daqiqa qilib quryapsizga siz. Hozircha eng passivi bu Ismoilxon bo'lyapti. Ismoilxon nima bo'lyapti sizga? Nimaga bunaqasiga quryapsiz uyni? G'ishlar yetmay qolyapti. Ko'p tuzolmayman. Qanaqasiga g'ishlar yetmaydi? Bu yoqda cheksiz-ku axir. Bilmadim. Xo'p, mayli. Davom etaveringlar qurishda, oxirida gaplashamiz. Voy. Water drop qilib beraman keyin sizlarga. Bo'ladimi? Nima? Water drop. Tepadan suv tashab, o'zimni qutqarib qolaman. Sizlar uchun. Xo'p. 7-si va nihoyat 10 ta qilishim kerak. Tepaga ham, yonga ham, hamma yerga 10 tadan qilsak chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Xo'p. 7-chi blokni ham bitirdik, 8-blokka o'tamiz. Kimniki o'ta katta chiqadi deb o'ylaysizlar? Sizki. Menikimi? Abbosxon lekin o'zini uyini ustiga qurib yordi. Keyinchi do'stlar sizlarga bitta uy ko'rsataymi? Juda ham mustahkam bo'lgan, ajoyib g'aroyib bo'lgan mening uyim. Mana. Bu jiyanlarim qitmirchada. Bu yoqqa ham hamma narsani qo'yib ketishgan. Nimaga bilasizlar? Xo'p, mana. Bo'ldi. Eshigimni ham buzib ketishgan bular. Hozir biz yangi uy qilyapmiz o'sha. Kirmaydi-da, shunaqa. Xo'p, 9-chi blokni quryapmiz. Keyin qolganlarni ham yo'qlab kelamiz. Mana shu 9-blokni qurib bo'lgandan keyin. Mayli, 10-sidan keyin. Hop, 10-si va nihoyat. Meniki bitay deb qoldi, bolalar. Tezroq harakatinglarni qilinglar. Kech tushganda baholaymiz. To'g'ri, video tugayotganda baholaymiz. Ungacha uyni bezatib olish mumkin. Ismoilxon, sizda nima bo'lyapti? Hali uyni asosini ham qilib bo'lmabsiz-ku. Qurilmayapti? G'ishni bosyapman, chiqmayapti-da g'isht. Tushunarli. Ana endi boshlandi. Qarang, lekin ulgurishingiz kerak, Ismoilxon. Harakatingizni qiling. Xo'p. Video oxirgachami? Videoni oxirigacha 5 daqiqa qoldi. Necha minutlik? Albatta 15 daqiqalik. Nimagaligini aytaymi? Chunki men akkauntimni 2025-yilda registratsiya qila olmadim, afsuski. Va endi xudo xolasa 2026-yilda registratsiya qilishga harakat qilaman. Shunda 15 daqiqadan ko'proq bo'lgan videolarni chiqarishim mumkin. Bu yoqda qoldiramiz, bu yoqqa balkon qilamiz-da chunki. Balkon. Xo'p. Necha foiz bitdi kimda? Mana, menda 5% qoldi xolos.
5%, 95% bitdi. Qo'yib. Qaranglar, water drop ketdi. Water. Uy! Xato qilibman. Xo'p, endi uyni sal yoritish kerak. Uyni yoritish uchun fakellar qo'yib chiqamiz. Xo'p. Kimnikidan keyin aytgancha toshqaychi qog'oz o'ynaylik-da. Kim birinchi bo'lib uyni ko'rsatishga o'ynaymiz? Qani? Toshqaychi qog'oz. Men aytdim. Abbosxonnikini birinchi bo'lib ko'rsatar ekanmiz. Ikkinchi bo'lib Ismoilxonnikini. Xo'p. Mana bu yo'qlarni Tushaytib qoldi. tushishi shart emas. Biz shundoq o'yinni bitirib olsak bo'ldi. Videoni oxirigacha. Endi mana bunday qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo'q, ham xuddi shunday tarzda qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Mana meni uyim kutubxona bo'lib ketdi, bolalar. Kim meni kutubxona qildi uyiga? Bittasi ham qilmabdi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Men aqlliman-da. Aqlli bo'laman. Biz hali uyimizni bitkizganimiz yo'q. Men ham bitkizganim yo'q hali. Men tomini quryapman hali. Tomini siz bo'ldingizmi? Men bo'ldim. Kim? Tomini bitkizib, endi ichini qo'ydim. Abbosxon, lekin sizdan boshlaymiz, aytib qo'ydim uka. Tomoshabinlarimiz bizga qarab o'tirishibdi. Xo'p, uyini qo'yib olaymi? 1 2 ana go'zal bo'lgan eshiklarni qo'ydik. Endi stolni qo'yamiz. Qani endi hammani. To'xtam. 2 ta bu yoqqa qo'ydik. Xo'p. Yana endi mana bu rasmlarni qo'yib chiqamiz. 3 1 2. Oho, juda ulkan rasm bo'ldi. Oho. Mana shu yarashmadi lekin. Mana shu rasmni olib tashlash kerak edi. Mana bularni bekorga qo'yibman lekin. Xo'p. Endi shundoq qo'yamiz. Narvonni qo'ydik. O'rniga mana bu yoqqa qo'yamiz buni. Shundoq. Chiqsak, bu yer balkon bo'ladi. Endi men o'yna qilishim kerak. Tezroq bo'linglar. 30 soniyadan keyin ko'rsatamiz tomoshabinlarga. Yana boshqa videolar olamiz. Keyin qo'llashmacha olamiz. Mana shu videodan so'ng. Uni ham ko'rishinglar mumkin do'stlar. Men albatta YouTube kanalimga ertaga yo bo'lmasam ozginadan so'ng joylayman. Tayyormi? Kimda uy tayyor? Menda hali ham bitgani yo'q. Nimaga bitmadi? Mayli. Nima haqqing bor? Nima haqqing bor seni? Abbosxonnikidan boshlaymiz. Tayyormi Abbosxon uy? Eshigini yoqaman. Eshigini yoqmadingizmi? Hozir. Yangi uy qurib tashladi shekilli. Xo'p. Xo'p, do'stlar, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Mana Abbosxonning uyi bu. Menikini keyingi videolarda ko'rsataman. Ismoilxon hali qurib bitkizmabdilar. Uyalyaptilar, ko'rsatayman. Mana Abbosxon. Urmang. Xo'p, bu yerda esa Ismoilxonning uyi. Afsus, u bitmabdi. Mayli, nima ham derdik do'stlar? O'zlari turibdilar. Endi ular hali yoshlarda, hali bilmaydilar uyda qanaqa qurishni o'rgatgan bo'lsam ham. To'g'rimi? Xayr do'stlarim, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.